O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti mamlakatimizda sport bo'yicha yuqori malakali mutaxassis murabbiylarni tayyorlaydigan yagona tayanch oliy ta'lim dargohi hisoblanadi. Universitet 1955-yil 13-avgustda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti sifatida tashkil etildi. 2018-yil universitet tarixida tub o'zgarish va yangilanish davri bo'ldi. Avvalo, tarix zarvaraqlarida yangi sahifa. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga binoan Jismoniy tarbiya va sport instituti negizida O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tashkil etildi. Oliygohning asosiy maqsad va vazifalari jismoniy tarbiya va sport sohasida xalqaro standartlar va kadrlar tayyorlashning ilg'or tajribasini inobatga olgan holda tegishli yo'nalishlar va mutaxassisliklar bo'yicha yuqori malakali kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Universitetda 3 ta bakalavriat ta'lim yo'nalishi, 8 ta magistratura mutaxassisliklari, 4 ta tayanch doktorantura yo'nalishlari mavjud bo'lib, kafedralar soni 23 ta hamda o'zbek-belorus qo'shma o'quv dasturi asosida o'quv mashg'ulotlari olib borilmoqda. Hozirda universitetning Farg'ona hamda Nukus filiallari mavjud. Oliygohda jami 10.256 nafar talaba tahsil olmoqda. O'zbek-Belarus qo'shma jismoniy tarbiya, sport, turizm fakulteti talabalari soni esa 86 nafarni tashkil etadi. Universitetda 474 nafar professor o'qituvchilar faoliyat olib bormoqda. Shulardan fan doktorlari, professorlar 13 nafar, fan doktori dotsentlar 6 nafar, fan nomzodi professorlar 17 nafar. Jami ilmiy daraja va unvonlilar 163 nafar. Ilmiy salohiyat esa 34.3% ni tashkil etadi. Shuningdek, ilmiy pedagogik kadrlarni tayyorlash bo'yicha 4 ta ixtisoslikda 38 nafar doktorant, 258 nafar mustaqil izlanuvchilar ilmiy faoliyati yo'lga qo'yilgan. O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti bugungi kunda 52 ta xorijiy oliy ta'lim muassasalari va 2 ta xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qilmoqda. Shuningdek, 4 ta xorijiy universitetlar, Amerika sport akademiyasi, Pekin davlat sport universiteti hamda Italiya Fora Italica universitetlari bilan onlayn muloqotlar o'tkazilib, hamkorlik masalalari kelishib olindi. Ayni vaqtda O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Malayziyaning Pendidikan Sulton Idris universiteti bilan qo'shma dasturlar olib borish borasida kelishuvlar olib bormoqda. Universitet axborot resurs markazining umumiy fondi 49578 nomda, shu jumladan ilmiy adabiyotlar 23930 nusxada, o'quv qo'llanmalar 176690 nusxada, badiiy adabiyotlar 21067 nusxada, boshqa adabiyotlar 1263 nusxada, elektron adabiyotlar 16257 ta, braille adabiyotlar 12 tani tashkil qiladi. Universitet xorijiy ilmiy dasturlardan Web of Science, EBSCO, Uznel, disnatlib.uz, ibcnatlib.uz, pressnatlib.uz bazalaridan cheksiz foydalanish imkoniyatiga ega. Axborot resurs markazida 3 ta o'quv zali mavjud. Universitetda o'quv auditoriyalari soni 87 ta, laboratoriya xonalari soni 2 ta, o'quv binolarining umumiy quvvati esa 2404 o'ringa mo'ljallangan. Shuningdek, har biri 540 o'rinli birinchi va ikkinchi sonli talabalar turar joyi hamda 9 qavatli 1100 o'ringa mo'ljallangan 3-sonli talabalar turar joyi mavjud. Umumiy qamrov 2156 o'rindir. Shu bilan birga davlat xususiy sherikchilik asosida 2025-yilda yana bitta 400 o'ringa mo'ljallangan talabalar turar joyi qurib foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan. Kompyuter xonalari soni 8 tani tashkil etib, undagi kompyuterlar soni 750 ta. O'qish jarayoni esa 2 ta smena asosida tashkil etilgan. Undan tashqari 2022-2023 yillarda universitet hududidagi 8 o'rinli o'quv binosi mukammal ta'mirlanib jihozlandi. Mavjud omborxona binosi O'zbekistonda yagona qishki sport turlari bo'yicha simulyatsiya markaziga aylantirildi. Universitet manzili Toshkent viloyati Chirchiq shahri, Sportchilar ko'chasi 19-uy.